Assalomu alaykum kursdoshlar, qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Bayramlar bilan sizlarga bitta zo'r narsa topdim. Hammamizga bitta zo'r narsa topdim. Dublyaj, ozvuchka, keyin mana nima deydi? Lips time deydimi? Labga tushish. O'shani o'rganish uchun. Telefonga normalniy naushnik taqiladi. Keyin diktofonni yoqib qo'yiladi. Keyin bironta kino topiladi. Mana. So'racham bittasini qo'yamiz. Еще bosiladi. Показать tekstni bosamiz. Keyin o'sha joyda Qayerdan biladi? Eshitmasa. ovoz bersa bo'ladi. O'zi Mana o'ylab misol uchun mana buni. Ammo shu so'zingni deb akam uyni sotaman deyaptilar. Hozir men aybdor bo'ldimmi? Men nima qildim? Diktofonni yoqqanimizning sababi diktofondan yozilayotganda mana buni ovozi kirmaydi. Faqat bizning ovozimiz kiradi diktofondan yozilsa. Yozib keyin ana o'qisa bo'ladi. Unga qo'shsa bo'ladi. Agar yo'q, shunday prosta sifat uncha kerak emas desa, shunday yozsa ham bo'ladi. Ekran zapis qilib. Misol uchun, chunki sen tilingni tiyishni bilmaysan. O'shani aytamiz. 8 daqiqa 41 soniya. Chunki sen tilingni tiyishni bilmaysan. Bir og'iz so'z butun oilaga ofat keltiradi. Ko'ryapsanmi akam bilan? Oramizni buzib qo'yding. Ashanaqa.